Katta rahmat Ozodbek aka. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Bizga ishonch bildirganingiz uchun sizga ham aka rahmat. Eng zo'r tomoni servis. Qursin, servis. Akfachilar o'zgarsin. Bo'ldi. Bitta tarsofkani o'zida ishlash bo'ldi. Zamonaviylashmoqchi bo'lgan ustalarga aytamanki, tavsiya qilaman. Akfachilarga tavsiya, vaqtdan yutasizlar. Sifat dahshat. Bugun Qo'qonga Romboz Akfa ustoz G'aridagi ham sexiga kelganmiz. Bluetooth qo'yib berdik. Xudo xolasa ishlashlarini tekshirib berdik. Hali joy tayyor bo'lmagani uchun endi mo stanogini endi qo'yishadi. Xudo xolasa bergan bitta chiroyli stanog qilib beramiz. Ustoz, qalay? Zo'r. Bizning xizmatlarimiz chotki, akfachilarga tavsiya, vaqtdan yutasizlar. Sifat dahshat. Zamonaviylashmoqchi bo'lgan ustalarga aytamanki, tavsiya qilaman. Elektronniy metr ishlarini ancha 4-5 barobar yengillashtiradi, osonlashtiradi, sifatni 3-4 barobarga oshirib yuboradi. Tavsiya qilaman. Zo'r. Ozodbek akam respublika bo'yicha mana hazilakam joylarga stanok qilib olmadingiz. Hamma narsaga yechim bor ekan. Men qoyil qoldim. Mana shu stanokni olib keltiringlar deganimda, biznikilar o'sha jicha lokatsiyadan adashib, boshqa odam bilan ishlab mana shu apparatni olib keltirishgan. Mana hozir yigitlarning aytishi bo'yicha buni sirlos singan, yana nimadir bo'lganda qo'yib bergan odam topilmagan. Telefon qiladi, Telegramdan yozadi, Telegramda ko'rib turib javob qaytarmaydi. Endi shunaqa odamlar ham bor ekan, ko'rib turgan bo'lsa, noto'g'ri ishlarini, agar o'shalar ham shu profilni kuzatadigan bo'lsa, noto'g'ri ishlarni aytaman. Mana shuni ham Ozodbek akamdan olmaganimiz uchun o'zim uyalib ketyapman. Nimaga shunaqa bo'ldi bilmayman, endi avvalo bir rizq ekan. Tavsiya qilaman. Profilga qo'shinglar. O'zlaring bilgan, o'zlaring hurmat qilgan akfachilarni qo'shinglar, ko'rsin, akfachilar o'zgarsin. Bo'ldi. Bitta tarsofkani o'zida ishlash bo'ldi. U zamonlar o'tdi. Endi mana zo'r texnologiyalar chiqyapti. Inshaalloh. Katta rahmat Ozodbek aka. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Bizga ishonch bildirganingiz uchun sizga ham aka rahmat. Akfa biznes klubida o'qiyap turgan, rivojlanishni xohlagan, mayli hozirda o'qiyap turganlarga ham xudo xolasa skidkalarni qilib beramiz. Kimga stanok kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli narxda, boshqalar qilib bermagan servis, boshqalar qilib bermagan xizmat. Stanok bizalaring o'zlarida stanoklar bor, o'zlarini stanoklarini tilini juda yaxshi tushunadilar. Eng zo'r tomoni servis. Mana shu tomonlari eng anaqa fishkalari kuchli. To'g'ri. Stanok hammadan topsa bo'lishi mumkin. Hammada stanok, hamma olib kirishi mumkin stanokni, lekin u stanok bilan gaplashishni bilmaydigan odamdan xarid qilsalaring, bizni ahvolimizga tushasizlar. Maslahatim shu stanoklarni tilini, shu stanoklarni xarakterini tushunadigan odam bilan ishlashni men tavsiya qilaman hammalaringga. Tanlovda adashmanglar. Keyingi manzil xudo xolasa sizning manzilingiz bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.